Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü işimizle başlayımız. Gerçi vaziyetinin kendi kalavatkan, küçük kalavatkan bolsak, ben çare yok, şarait yar vermegen değil ki. Yani bir gün küçük, bir iki gün küçük digidek sizlerge haber kılıp yetkilsek. Yani şunun özü payı. Bugünkü anlatılan haberlerimiz mındık. Prezident Trump agahlandırış verdi. Amerika Çavuşan oturusida qattiq toqonash yuz berishi mumkin dedi mavzuli xabar. New York vaqt gazetining Xitoy tili to'g'rida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Prezident Trump haftaning 4-kuni muxbirning ziyoratini qabul qilganda Çavuşan vaziyat to'g'risida ogohlantirish berib, Çavuşan bilan qattiq to'qonash yuz berishi mumkin deb ko'rsatdi. Reuters agentligining muxbiri ziyorat qilgan chog'da Prezident Trump Jungoning raisi Xi Jinpingni madiyahlab, Çavuşan raketa qurollari va yadro qurollarini bir taraf qilish jihatda tirishchanlik ko'rsatyapti deb ko'rsatdi. Lekin ogohlantirish berib bundaq dedi, diplomatik tirishchanlik mag'lub bo'lishi mumkin. Oxirida biz bilan Çavuşan o'rtasida qattiq to'qinish yuz berishi mumkin. Bu yerda sifat qattiqni ikki qatim ishlatgan. Dedi Prezident Trump, u yana mutlaq degan so'zni qo'shib qo'ydi. Alomatlar ko'rsatdiki, Çavuşan yaqinda Pingshinli yadro qurollari sinaq maydonida yana bir qatim yer osti yadrosini g'ilib berishi mumkin. Prezident Trumpning aydakchiligi ostida Jungo krizis ichida kelishtiruvchining rolini o'ynamoqda. Rais Xi Jinping to'g'risida Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Uning ko'p kuch chiqarganligiga ishonaman. U albatta urush, qalaymaqonchiligi va o'lim yetimni ko'rishni xohlamaydi. Shundoq oqibatni ko'rishni umid qilmaydi. Yaxshi odam, ya'ni Rais Xi Jinping yaxshi odam, intayin yaxshi odam. Men uni intayin yaxshi tushunaman. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trumpning payshanba kuni Reuters agentligining ziyoratiga bergan javob. Prezident Trump garchi xolisimi Kim Jong Unni ham maqtab qo'ydi. Xolisimi Kim Jong Unni ham maqtab qo'ydi. Kim Jong Un 27 yoshga kirdi. Hokimiyatni o'tkazib oldi. Ben nima desak da berginki, mushu yoshda o'ng'ay ish emas, dedi Prezident Trump. Amerika Qo'shma Shtatlari dal hozir BDT'ga bosim ishlatib, Çavuşanni jazolashning darajasini oshirishni talab qildi. O'xshashda Amerika bilan Koreya harbiy o'rinlashtirishni jiddiylashtirib, Amerikaning yadro suvosti parxodi Koreyaning Fushan portiga keldi. Carl Vinson belgilik avomat zarbadarlar gruppasi Yapon dengiziga kirib keldi. Muxbirning ziyorat davomida Prezident Trump Tayvanning Prezident Tsai Ing-wenning texmi ilgarilab dialoglashish talabini rad qildi. Muxbirning ziyoratini qilgan Prezident Trump Tayvanning Prezident Tsai Ing-wen xonimning texmi ilgarilab Prezident Trump bilan dialoglashish talabini rad qildi. O'tgan yil 12-ayning 10-kuni Prezident Trumpning Prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashganligi Jungoni jila qilib qo'ygan edi. Mening maslam shuki, men Rais Xi Jinping bilan nihoyatda mustahkam xususiy munosabat o'rnatdim, deydi Prezident Trump. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. U barliq tirishchanlikni ko'rsatib, nihoyat zo'r bir masala bo'yicha bizga yordam qildi. Şuna men onunla qiyinchilik tug'dirmayman. Nihoyat zo'r bir masala bo'yicha bizga yordam qildi, ya'ni Rais Xi Jinping Jungoga yordam qildi. Shunga men onunla qiyinchilik tug'dirmayman. Haftaning 4-kuni muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Prezident Trump bilan yana bir qatam telefonda so'zlashish imkoniyatining borligini tilga ilib o'tgan edi. Gördünüz mü?
Prezident Trump bilan Reuters agentligi so'zlashishdan avval Reuters agentligining bir qism muxbirlari Tayvanda prezident Tsai Ing-wen bilan suhbatlashgan gap. Avval Tsai Ing-wen prezident Tsai Ing-wenning iltimosi va iltijosini emasdan prezident Trump bilan yana bir qatim so'zlashishdan iborat iltijosini xabar qilib, uning keyindan ondan prezident Trumpning bunday iltijoni rad qilganligini xabar qildi Reuters agentligi. Endiki qo'shimcha yana mushdan qo'shilib kelgan bir xabar. Chaushyan yana raketa qo'yib berdi. Prezident Trump Twitterga fikr yozib, Jonguni hurmat qilmadi-ku deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4-ayning 28-kuni Dovit orbitida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump shu yer vaqtda 4-ayning 28-kuni Twitterga fikr yozib mundaq ko'rsatdi. Chaushyan yana bir qatam raketa sinaq qildi. Bu Jonguni hurmat qilmadi-ku. Qalsiga vatandoshim, demak Chaushyan raketa sinaq qildi. Hozir Jongu Chaushyan masalasini bir taraf qilish kerak edi. Vazifa, tarix topshirgan vazifa shu edi. Endilikda Chaushyan uning qaramay yana raketa sinaq qildi. Prezident Trump nima deydi? Voy Chaushyan Jonguni hurmat qilmadi-ku. Bu gapning ma'nosiga o'zingiz yetib oling, hurmatli vatandoshim. Men qandaqdir prezident Trump so'zlaganligi uchun bu so'zni ulug' so'z demayapman. Gapning ma'nosi unday emas. Lekin prezident Trump prezident bo'lib turayotgan vaqtda shu masala bo'yicha, Chaushyan masalasi bo'yicha Jongu buni hal qilib da'vatgan vaqtda uning raketa qo'yib berishi Kim Jong Unning demak, Jonguni hurmat qilmagan. Prezident Trump Twitterga yozgan fikrda mundaq ko'rsatdi: "Garchi raketa sinaq qilish mag'lub bo'lsa-mu, Jonguni hurmat qilmadi-ku." Hamda hurmatlashga loyiq rahbarning orzusi bo'yicha yana raketa qo'yib berdi. Bu bir osal ish bo'ldi. Koreya agentligi 4-ayning 29-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi: Chaushyan 29-kuni shu yer vaqtda tushdan keyin soat 5:30 o'tganda Bichang atrofida qit'alararo uchadigan raketani sinaq qildi. Biroq bir necha sekunddan keyin portlab ketdi. Sinaq qilish mag'lub bo'ldi. Tahlilchilar tahlil qilib bu qatam raketa sinaq qilish bexatarlik komiteti 4-ayning 28-kuni Chaushyan to'g'risida chaqirgan yig'inga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komiteti 4-ayning 28-kuni Nyu-Yorkda yig'in chaqirdi. Hozir Kim Jong Un raketa sinaq qildi. Dal mush yig'inga o'zining noroziligini ifodaladi. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump 27-kuni Reuters agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi: Amerika bilan Chaushyan o'rtasida zo'r to'qnash yuz berishi mumkinligi mavjud. Lekin Amerika masalani diplomatik yo'l bilan hal qilishni umid qiladi. Biroq nihoyat qiyin. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi: Chaushyan bu yer ishori xarakterli krizisdir. Ya xiristdir, kechiringlar. Uningdan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shirkati Rex Tillerson 4-ayning 28-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida Jonguni bexatarlik komitetining yig'inida Jonguni tilga olib iqtisodiy munosabatlari orqali Chaushanga ta'sir ko'rsatishga yetakchilik qildi. Türkiye matbuatlari nima deydi? Amerika Chaushyanni yadro kriz paydo qilib, Jonguga yomon niyatini yoshirmoqchi mavzuli xabar e'lon qildi. Bu xabarda Dovit orbiti 4-ayning 28-kuni ko'chirib berildi. Chaushyan yadro kriz uzundan beri so'zlanib kelyapti. Amerika Koreya taraf izchil Chaushanga harbiy tahdid kuchini saqlab keldi. Sharq Osiyoning vaziyati o'rlashga boshladi. Türkiye matbuatlari mundaq ko'rsatdi: Amerika Chaushyandan foydalanib Jonguni qo'rishovga olmoqchi. Türkiye Erkinlik gazeti 4-ayning 28-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi: Amerika, Suriya, Afg'oniston hamda Chaushyan yarim oralida jiddiylik paydo qilib, galchi qurol kuchini ko'rsatish deb atsimi, amaliyotda muhim nishon, strategiya jihatda eng muhim nishon Jonguni qo'rishovga olish. Jongu bu cho'ng davlatning kuchayishga boshladi. Shundaq Turkiya apandi shundaq desa, biz shundaq deymiz. Jongu bu cho'ng davlatning
küçüyüşke başladı. Uzun kalmagan bir vaqtda Amerikanın o'rnini elishi mumkin. Endi bu mümkün deb bunda hüküm qilmanglar. Erkinlik gazeti Türkiye'nin biz unda qaramaymiz mazlum Uyg'urlar. Çünkü Amerika'nın o'rniga o'tolmaydi. Onun uchun bir narsani tayyorlash, davlat kuchi, universal kuchi tayyorlashi mumkin. Lekin davlatning axloq kuchi. Axloq kuchini tayyorlay olamsan yo'q. Hozir bosh prezident Trump nima dedi? Jungo rahbari o'lim yetimni ko'rishni xohlamaydi. Hozir Uyg'uristonda Uyg'urni o'ltiryapti, bu o'lim yetim emasmi? Qaysi xalq o'lsa u o'lim yetim bo'ladi, uni yaxshi ko'rmaydi. Qaysi xalq o'lsa uni mayli qo'yib o'tadigan gap. Mümkün. Dəlil şu nokta Amerika Qo'shma Shtatlarining tadbiri qo'llanib, strategiya tuzib, Junguni chek dishiga turtki bo'ldi. Washington Beijing bilan bevosita qarshilashmaydi, balki Junguni qo'rshavga oldi. Jungu Choshanning eng cho'ng savdo sherigi, ham birdan-bir davlat. Hozir Amerika bu ikki davlat o'rtasida ziddiyat paydo qilyapti deydi Turkiya gazetlari.